do'stlar, chiroyli remontlarni boshlab qo'ygansizlar, lekin ish jarayonlari cho'zilib ketyapti. Undan tashqari sarf xarajatlar ham oshib boryapti va siz daromadingizni yo'qotyapsiz, to'g'rimi? Bizda bunga oson va hamyonbop yechimimiz bor. Yuringlar ko'rsataman. Akmal aka, bu yerga nima o'rnatib berdinglar? Hozirgi trendda bo'lgan vlogostoykali qora armstra. Akmal aka, bu joyimizda necha kvadrat metr edi? Bu joyimiz 226 kvadrat edi. Shu 226 kvadrat joyi patologlarni qancha vaqtda o'rnatib berdinglar? O'rnatish jarayoni bor yo'g'i bir kun vaqt ketdi. Hasan aka, ochgan joylarga Alloh barakasini bersin. Bizani ishlarga 1 dan 5 gacha necha baho qo'ygan bo'lardingiz? Endi birdan 10 dan yuqori bo'lsa 10 dan yuqori ham qo'ygan bo'lardi. 10 gacha ham qo'ydi. Rahmat. Undan yuqorisini ham biz rozimiz, chiroyli qilib berdinglar shunchalik. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat sizga. Murojaat qilib turing. Xudo xolasa, Yaxshi rahmat. ko'rishinglar. Salomat bo'ling. Xo'p. Rahmat aka. Sizlar ham shunaqa patologlarni bir kunda o'rnatishni xohlasanglar, bizga shaxsiy xabar jo'natinglar.